21-dekabr 3:45 Baxmaldagi bizning lokatsiyamizga 28 kilometr qoldi. Toshkentdan soat 10 da yo'lga chiqqanmiz. Tasavvur shuncha yo'l yurib kelamiz. Xudo xolasa ozgina qoldi. Soat 5 gacha yetib borsak, 1 soat mizg'ib olamiz, 6 da ehsonimizni tarqatishni boshlaymiz. Qani ketdik. Biz birinchi lokatsiyaga yetib keldik, xudo xolasa. Toshkentga keldik, yo'q ya. Bolalar ko'pmi, bolalar? 5 ta bolamiz. 5 ta bola, ha, bo'l. Shvedga olib kelyapmiz. Rahmat, Alloh siylasin. Ikkinchi lokatsiyaga keldik. Holat shunaqa ekan, qaranglar. Devor yo'q, atrofi shunaqa o'ralgan ekan, bir ajoyib. Bu o'rda turgan hojatxona, yaqinlashtirib ko'rsatamiz. Hojatxona ham uylar ekan. Hozir kirib chiqamiz, qani ketdik. Hozir yaxshimisiz? Sog' salomat. Toshkentdan keldik mehmonga. Sizga ko'p produktlar olib keldik mana. Bir korobka, yana bir qop. Bir duo berasiz. Amin. Ularni topganlarga baraka bersin. Amin. Ishlaringizni omadini bersin. Amin. Arenda meros qo'ygan shunga 4 ta balo olib beraylikchi. Juda qiynadik bugun bizni. Yo'l yo'q desa, yo'l bor deyishdi. Qani yo'lchi? Mana yo'l deyishdi. Qanisi? Mana yo'l. Qani yo'lchi? Mana yo'l deyishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kim bolalar ko'p ekan, ko'p bolalar. Qalaysizlar? Salom. Salom. Assalomu alaykum. Salom. 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 Mana ushlang mana sizga. Bu sizlarga mana ko'pchilik. Mana. Sog' salomat. Qani men siz uzoq qarindoshingiz bo'laman. Ha, bu navaralar ko'p ekan-ku, ha? Qattiq sizga navara. Mana laqim go'shtdan oshib berasiz. Zo'r qilib qo'y, sho'rvani zo'rini qilib berasiz. Arasidan oldik. Nima tezroq qilyapsiz? Qo'limizdan kelsa yordam qilamiz. Nima yordam? Bugun shu ikkita uchta qishloqning ichida yuramiz deb Toshkentdan kelyapmiz biz. Shu ro'yxatda bir bolajonlari ko'p oilalar bor ekan. Bolalarga yangi yilga shirinliklar olib keldik. Qani amin. Amin deb turamiz. Bizni xonadonga keldik. Adalari odamni o'tib qo'ygan ekan, oilari больницада ekan. Shunga bolajonlar qolgan ekan uyda. Holat ko'rib turibsizlar shunaqa. Qandaysiz? Qanday? Qachon qolmadingizmi? Sog' salomat. Nechiga kirdingiz? 76. Ekansiz. Toshkentdan Rahmat. mana bu produktlarni olib keldik onajon sizga. Zo'r. Navaralar bormi? Ha, mana. Mana ne bilan. Navaralarga zo'r shirinliklar olib keldik. Go'shtlar olib keldik. Lekin avara bo'libsizlar-da. Yo'q, ovora bo'lmadi. Nima bo'ldi? Uyda tinchlikmi? Yaxshi, Ha. Bir eshitib qoldim, bir ko'ngilsiz hodisa bo'lib qopti. ha, shunday. Mayli, onajon, siqilmang. Biz keldik Toshkentdan.
Sizni bir yo'qlab keldik. Ro'yxatda bor ekansiz. Bugun bu qishloqqa aylanyapmiz deb. Rahmat, ko'p yasha. Qo'shqoning bilan qo'sha qari. Xudoyo umringiz uzoq bo'lsin. Jizga kirgilar. Amin. Baldarning arzavasini, rahatini ko'rgilar. Allohu akbar. Alloh bersin. Biz ketdik Toshkentga. Men bu babamga boqaysiz. Siz yoshlaringiz yetib yuraydi. Men yetolmasam onam siz yoshsiz yursin. Siqilmang. Qalaysizlar? Chiq, men sizlarga o'yinchoq olib keldim. Qara, men sizlarga shirinlik olib keldim. Zo'r narsa. Yaxshi bo'lsa, shashaq. Salom. Salom. Salom bu. Bu qattiq olib chiqyapsiz. Yeyishdi. Bularni duo qiling endi, biz yo'lga chiqamiz. Hali ko'p xonadan. Kiringlar, choy ichinglar. Iloho men ishlaring omadini bersin, tanjonlaring sog' bo'lsin, oilalaring tinch bo'lsin. Hamisha shu yuzlaring yorug' bo'lib, sog' salomat o'ynab Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Mana shu yerda produktlar olib keldik. Yangi yil dasturxoni, xudo xolasa. Ichida hammasi bor. Go'sht, non, hammasi bor. Sizlar amin. O'zingizlarga nima niyat qilamiz, niyatlaringizga ayting. Allohu akbar. Geç kalıplar ne? Rahmat babacan. Salomat bu. Assalomu alaykum. Parchaladingmi? Qalaysan? Biz yangi yilga mehmon keldik. Rahmat. Mana bu sizga produktlar. Rahmat. Bitta 35 ta produktlar. Go'sht ham, tovug'i ham, go'sht hammasi bor. Bizga bitta duo qiling. Biz Toshkentga mehmon keldik. Ha, bizni qo'yavering. Uzoq qarindoshingiz men. Rahmat, ko'p yashaysizlar, umringizni baraka toping. Amin. Bizga bergansiz, sizga xudoim ismat bersin. Mana bolajonlarni ko'rib o'zim yoshligim esimga tushib ketdi. Biz ham mana shunaqa pechkamiz bo'lardi. Ikkita opacham, ikkita singlim yangi yil oldi, bayram shukuhi, kim nima shirinlik olib keladi kutib o'tardi. Eslarda bormi? Hozirgi paytda bilmayman, qanaqadir yangi yilda bir fayzi qochganmi yo yoshimiz 40 dan o'tganiga bizga shunaqa tuyulyaptimi? Bayram o'zi yosh bolalarniki. Misol uchun-da
Shuning uchun mana bu yerda 3 ta xo'jalik yashashar ekan. Jujuqlar ko'p ekan. Hozir orttira olsak, bu oilaga yana bitta komplekt tashlab ketamiz. O'zim niyat qilib qo'ydim, reja qilib qo'ydim. Sababi bolajonlar xursand bo'lsin. Shunaqa gaplar. Shuning uchun mana suv yo'q bu yerda, gaz yo'q. O'tinda o'tirishibdi. Shukr qilib o'tirishibdi. Yuzlarida tabassum, kulgi, quvonch. Goh holatlarda o'zimiz mana shaharda yashaymiz. Shaharda har ikkinchi odam zloy, asabiy, uyda suv bor, sovuq suv bor, kir mashina kirni yuvadi. Kerak bo'lsa, umniy uylar, Alisa svetni yo'q, Alisa svetni o'chir. Shunda ham qanaqadir bir insonlar yuzida tabassum qochgan deb ko'rinadi menga-da. Shuning uchun do'stlar, bu dunyoning tashishi tugamas ekan. Allohim shukr qilganga berar ekan. Mana qayerda shu yosh bolajonlar, mana mashinaga tizzasi yirtiq shunaqa bolachalardan buyuk insonlar chiqadi-da. Mana tarixga bir nazar solsanglar, hamma bir buyuk odamlar mana shunaqa qishloqlardan, sodda bir ovullardan shunaqa joydan chiqqan. Shuning uchun bu ehsonimizga kim hissa qo'shgan bo'lsa, alohida Tanho kompaniyasiga ham o'z tashakkurimizni aytamiz va duolarda ularni ham eslab o'tmoqdamiz. Rahmat.